Men xullas kalom kamerani yoqdim deb o'ylab video olibman, lekin kameram yonmagan ekan. Xullas kalom aytib o'tib ketaman. Qaranglar. Men bu korичневый turgan, men bu Mistayski 776 qarindoshi, bu ham ozgina qolgan. Bashi dahshat qarindosh ko'rsataman. Umringlarda ko'rganmisiz shunaqa qarindosh? Vivian Sabonniki 104-nomerli qarindosh ishlatyapman. Juda ham chiroyli qizlar, qaranglar, rangini dahshat. Mana bunday qilib qo'ysa, bo'ldi. Просто. Hech narsa kerak emas boshqa. Men buni hamtini to'ldirib qo'yasizlar ozgina. Endi просто uch kirlab bo'lgani uchun g'alati ko'rinadi. Umuman sen ishlatmay qo'ydim. Qoshimni ham umuman bo'yamayman. Mana mana shu qosh. Bundan 4 yil yo 5 yil oldin permanentniy makiyaj qildirgandim. Shahnoza opa Gangada ishlaydilar. Agar kerak bo'lsa, adashmasam kontaktlari bor. Kerak bo'lsa, aytsanglar, yuboraman. Qoshimni umuman bo'yamayman. Hech narsa qilmayman. Qizarib, ko'karib, mana yashil bo'lib qolmagan. Zo'r qiladilar haqiqatan. Korreksiyasiga bormadim. Shu bir marta qildirdim, shu bilan qolib ketdi. Lekin mana formalarini zo'r chiqarganlar. Dahshat. Qizlar menga podpisatsiya bo'linglar. Xudo xohlasa, chiroyli videolar olishga harakat qilaman. Beauty bloger bo'lishga harakat qilmoqchiman. Chunki bu meniki, men juda ham yaxshi ko'raman bo'yanishni. Har bitta podpiskaga xursand bo'laman. Hammaga rahmat. Ko'rganingiz uchun videoyman. Salomat bo'linglar.